بسم الله الرحمن الرحيم بشارته ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni jo'natilishi haqidagi Iso alayhisalomning bashorati, xushxabari desak ham bo'ladi. ولم يكمل سيدنا المسيح مهمته في الدعوة لشدة محاربة اليهود وكيدهم له وضعفه وقلة أنصاره. Sayyidimiz Masih Iso alayhisalom Yahudiylarni qarshi chiqishliklari, ularni Iso alayhisalomga bo'lgan nayranglari sababli va yana o'zini zaifligi va yordamchilarining ozligi sababli da'vatidagi o'z vazifasini komil qilolmadi. فودع الناس va insonlar bilan xayrlashdi. وامتثل أمر ربه va Robbini amriga bo'ysundi. وبشر الناس برسول يأتي من بعده يكمل ما بدأه ويعمم ما خصصه. Va insonlarga boshlagan narsasini komil qilib qo'yadigan va o'zidan keyin keladigan va unga xos bo'lgan narsani umumlashtiradigan bir elchi haqida insonlarga xush xabar berdi. Ya'ni Iso alayhisalom aytdiki, mendan keyin bir payg'ambar keladi. Men boshlagan narsani yetkazib qo'yadi va xos bo'lgan narsani umumlashtiradi. Ya'ni hozir Iso alayhisalom faqatgina Banu Isroilga bu payg'ambar bo'lib kelgan bo'lsa, bizni payg'ambarimiz mana shu xos Banu Isroilga xos bo'lgan narsani butun insoniyatga umumlashtiradi. Va bihi tatimmu ni'matullohi ala ibadihi. Va mana shu payg'ambar sababli Alloh taoloni bandalariga bo'lgan ne'mati tamomiy bo'ladi. Va taqumu hujjatuhu ala xalqihi. Va Alloh taoloni maxluqotlariga bo'lgan hujjati qoyim bo'ladi. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Eslang, Iso ibn Maryam aytdiki, ey Banu Isroil, men o'zimdan oldingi Tavrotni tasdiqlagan holda va o'zimdan keyin ismi Ahmad bo'lmish bir elchini, o'zimdan keyin keladigan ismi Ahmad bo'lmish bir elchi haqida xush xabar beruvchi bo'lgan Alloh taoloni payg'ambariman dedi, elchisiman dedi. Demak, mana shu oyatda Iso alayhisalom nima deyapti? Mubashironman deyapti. Ya'ni bashorat beruvchiman. O'zimdan keyin keladigan elchi haqida bashorat beruvchiman. Ismi Ahmad deyapti. Qarang, Ahmad, Muhammad o'zi ikkalasi ham yaqin ma'noda.